Dasturlash bu kompyuterlar va boshqa qurilmalarga qanday ishlashni buyuradigan maxsus kod yozish jarayoni. Oddiy qilib aytganda, dasturchilar kompyuter tilida gapiradigan insonlardir. Dasturlash orqali veb-saytlar, mobil ilovalar ishlab chiqiladi, o'yinlar tayyorlanadi, bank, ta'lim va sog'liqni saqlash kabi sohalar avtomatlashtirilib, maxsus tizimlar quriladi. Boshlovchi, ya'ni junior dasturchilar $500, $1,500, tajribali dasturchilar esa $3,000–5,000 va undan yuqori daromad qilishlari mumkin. IT sohasida ko'p yillik tajribaga ega va biror chet tilini, ayniqsa ingliz tilini yaxshi biladiganlar chet el kompaniyalarida onlayn, offlayn rejimlarda ishlab, yanada ko'proq topishlari ham bor gap. Oddiy sahifalarni yaratishni 1-3 oyda o'rganish mumkin. Asosiy dasturlash tillari va loyihalar yaratishni 6-12 oyda o'rgansa bo'ladi. Professional darajaga chiqish uchun esa kamida 2-3 yil kerak. O'rganish jarayonida shuni unutmaslik kerakki, muhimi amaliyot va doimiy o'rganish. To'g'risi hamma ham dasturchi bo'lib keta olmaydi. Mantiqiy fikrlash, ish jarayonida paydo bo'ladigan masalalarni yecha olish qobiliyati, sabrli bo'lish, doim o'rganish va xatolardan qo'rqmaslik kabilar dasturchi bo'lish uchun muhim xususiyatlar hisoblanadi. Dasturlash ham boshqa yirik sohalar kabi bir nechta yo'nalishlardan tashkil topgan. Front-end, back-end, full stack, mobil dasturlash, o'yin yaratish, sun'iy intellekt va data science. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, dasturlash bu zamonaviy va yuqori daromadli kasb. Sizning hozirgi bilimingiz yoki qayerda yashashingiz muhim emas. Muhimi boshlash va o'rganishni davom ettirish.